Assalomu alaykum O'zbekiston. Do'stlar, ertaga nasib bo'lsa 30-noyabr kuni men Abu akam urishadi. Nasib bo'lsa ertaga kelinglar, qo'llab-quvvatlab, padishka qilib Qozog'istondagi O'zbekiston hammalarni kutib qolamiz. Oktagon ligada. Nima dedingiz Abu aka? Inshaalloh duoda bo'linglar mujiklar. O'zbekiston ertaga dasturni bo'y qilib O'zbekistonimizni, vatanimizni bayrog'ini yuqoriga ko'taramiz. Kasal bo'lmanglar mujiklar. Assalomu alaykum O'zbekistonim, xudo xolasa hamyurtlarim. Ne только O'zbekiston, Turkmaniston, Tojikistonlik bizani muxlislar. Xudo xolasa bugun shu vaqtda Olmaotada jang bo'ladi. Ertaga 30 noyabr soat 5 ta boshlanadi. Kelib, yurtimizning bayrog'ini olib, qo'llab-quvvatlab turinglar. Sportchiga nima muhim? Muxlislarning hayqirig'i muhim. Sizlarni qo'llab-quvvatlashlaringiz bizga kuch-quvvat bo'lib, xudo xolasa chiroyli g'alaba qilib, O'zbekiston yurtimizning bayrog'ini osmon uzra ko'tarib, xudo xolasa O'zbekistonning o'darlari ko'rsatib